boşanırsan oldu mu oğlum? Kapsızlıktan daim terip süreymen kapılı. Olmasam bu günden ne carattan. İşkalı beni hatırcam kılmaysan kovalan. Olmasa. Kölüp gitgene. Kanatlansa arzuyum yetsin nişanlarımda. Memnun bulup dadam apam hatırcam bolsa. Rahmet bizden, rahmet. Bolsam deymen yaxşı ülge inilirim var. Hem bu bala sizdek oynasa deyme kızım. Mermiş bilen mihir bilen süydüde. Güllendirin acil mihnette. Başqalarını tanqislikda qo'yish yaxshi emas. Ularning tasaddubiy qilib qo'ygan xatoligini ko'rganda pisand qilmang. Shundala ularning ruhiy azobini yengilata olasiz. İşlep ecir sındırgandan haseldimi tatlık boladı. İşle. Öz emgiginin şirin mevsiden behr al. Başkalarının işentisini kol keltiremeyen adam kadirsiz buldu. Şuna işentini kol keltir. İşen senin hormas paylığın. İnsanın karakteri tolum turaksız buldu. Bu xil turaksızlıkni ma'lum cheklim ichida tizginlasak önüm bo'lmaydi. Balki uni o'sib yetilish jarayoniga mos holda yetildirsangiz, balkim o'ylamagan unumlarga erisha olishingiz mumkin. Oshko'zlik bir kunlik hayot. Qanoat mangulik hayot. Debdigan dadamdan bo'ldi. Bu çenek ne durdu lan? Ha? Olay bak kulağıma. Bu kulağınız... Kulağımda çüp ketdi çeyden. Çüp gitti? Ha. İç odamda. Oy gel kumada genç git pardon. Allah bu kızı gitti o. Hadi akılım ha. Bir neresi çıspasına süke bakalım da okuyaz. Bas saçkan demiş kumda. Cüram bir neresi kapakalım aman kapakalım Allah. Oy çağ. Allah ma bir neresini. Muzaffer bunu kadar kılmaz. İçine. Oy bak genç git pardon. Oy opa ne oldu ya? Vaka adam siz mi? Ha. O ne oldu ya? Oy işte ne olmadı. Çeynek kulağımdan çüp ketdi. Mantıklı. Bu işte şan kılıyor mu bulam? Işkar oldu bana geçken. Ben de ben size gitmem. Sana bir doktor ona bakalım. Ne oldu? Ne oluyor bak? Kaynak su kaynak çeynek kulağımdan çüp ketdi. Ne bu ihtiyat kılmansız? Ne ben balam? Eşkisi yok. Balam. Abi kompütörün yanında benim maçtan açık sonra kaçı da çıktı. Kayısı. Allah. Ben giriş gitmem daha. Bulama. Doktorga boramsizlar? Men boraychi. Yo'q, boraman. Yo'q, men boray. Bolam, men boray. Muzaffer boz bunda bas. Opam ham bravo. Bitta qilaylik. Ben olam size kaçırın Allah. Senin kosmu açmıyor ha? Canım aka benim kostum içip ketdi hozir. Kostum içip ko'krak kuchaylarim dumban chapilishib qoldi. Shundigina fikrim bor, dadam opam nega ketgandi zodi? Jo, hozir qidirib kelmay. Shu, yaxshim, mashikimizning mayli balig'ini tutib qolgandi. O bichon qo'rqimdamichi kiribli ketibdi. Bu kuchaylarim yaxshim men tullayotgan
Oshqozonlarim mendan norozi yaptım. Qara fikam. Bu opamdan haqiqatan sho'rdi. So'rinib o'tirayotgan gap, yeb, ichib, o'ynayotgan gap. Shungash bizni unutib qoldi. Hozir bu uyda bizga issiq tomoq etib beradigan odam yo'q. O shundigina aka. Qo'sqim bak ichib ketdi, qanday qilamiz hozir? Voy davamigina fikam. Jo, bu davrga bir gap aytsa. Sen mi davama? Men degandiki bo'ldi. Sen bu mening keyinni shartda takrorla va maqtuma. Ma gapni sen boshlagansan? Men boshladim bo'ldi, televizorga kelgina. Sen mi kira? Mening niye? Otadan olma. Ne otadı xinem. Ha, ottasın xanem. Amdi kapsızga xinem. Ha, qarsam qo'saqlar dum bilab turdi. Tas to'yab kelgansizlar xanem. Şu oynab toza o'yindan qiziqqanmaganda kapdi. Ha. Bizning qo'saq unutib qoldilar. Şu. Bizni hozir yo'q deb o'yladi. To'g'ri. Mashkaon gap tugdimi ya? Ha tugdi? Ha, bo's davilanglar yana. Maqolamsa, anlig'ing bo'lsa davrayli. Ma'qul. Ha, ishqonlarning bag'ri jeb qattiqgina. Voy, Bizni bormi yumsha? Ha, shu. Men o'yini qilib bormadim, dadam opam bilan doktorxonaga bordim. Doktorxonaga? Birisi og'rib qopdimi? Kim og'rib Ha, qopti? doktorxonaga. Kim og'rib qopti? Opam. Oppa? Apa? Sapsaqdimamdi. Shu. Opam mavit bormi yo'q? Voy bag'va, ba. Shu Opamning quli qaynoq suv to'kilib ketibdi. Qachon? Qachon? Obam opam vaqagan tug'ashoqda qizni qaynatgan qaynoq suv to'kilib ketibdi. Opam bizga qo'limdan cho'ygin tushib ketdi degan to'g'ri. Voy shu sizlar ansirmisin deb qo'ygan gap bu. Acha, undan opamiz qandaroq? Doktor biraqur ko'rib, unkin osmokol yezpaganti ashuni soldiga o'xshaydi. Qachon kelganligini bilmayman dadam qoldi. Shu opam ashta o'zining quli og'riq turib, maslardan ansirab, men ikki bolamning qo'sqi ichi qolmasin deb meni avatdi. Acha bo'ldi, amiz tomoq etpamgina, doktorxon bir berib boqadi. Asli borayli jirmada. Ya opamlar keldi bo'ldi, biz bormayli, biz berib yana u yerda varanchiron qilib yurgandan bo'ldi, bormayli. Dadam bo'lgandan keyin ansirmsanlar bo'ldi. Men sizga tomoq etib berib qo'sqini ochdimmi? Yo'q, oshmadi. Yo'q, oshmadi. Tomoq yeyinglar, men aytib beray, nim tomoq yeyginglar bor. Nim tomoq yeysan? Qo'saqda qo'cha. Siz kechki tomoq yeymdinglar, men ham qo'sqini ichib tomoq aytib beray. Bo'ldi, qo'sqini ochgan bo'lsa o'zing ye. Bizamisa. Undan bo'ldimi? Tomoq aytib beray, tomoq yeysan. Bo'ldi, acha, qo'sqini bor. Oppa, og'riqdimda? Yo'q, og'riq to'xtab qoldi. Opa kuyga ichiyordimda. Yo'q, ichmaydi buni. Shu ma kuygayi jeb cho'nka. Hech qisi yo'q, hech nima bo'lmaydi. Haros opa, jisingiz olmamdi deyman. Shu oppa biz so'rasaqda yishdimmi deb degan bo'lsa tang ortiq emasmi? Voyjon, bo'ldi bolam, unchilikmi emasdi. Doktorxonada nomer oldigan yerda bir muncha o'chiratib turdik. U nomerni qilib, u teshikdan bu teshikka, bu teshikdan u teshikka tekshirtimiz deb, voyjon. Butun odam doktorxona kasalmi hozir? Nima degan jiq odam, u nima degan jiq odam? Shu. Ushta shishi bir narsa tushib bo'lg'icha soat 1 o'lay deb qopdi. Ketelsam, dadanglar astoydlik tutib ketdimi? Ya bir kech kuzatsa unda qilma. Yolg'inib qolsa keyin chatoq chiqib deb uni mo'jayillik qilib. Oppa. Voy tustivergina fikr. Ichmaydi. Ha, oqshomcha qo'rqdingmi mendan? Yo'q. Ancha emas. Amsi yuzinglarni yuvib, kiyimlarni tayyorlanglar maktabga. Kechikisizlar bilan. Opa, ateli chay qilayman. Voy, yo'q bo'ldi, men azat qilaman. Yo'q, bo'ldi, men. Yo'q, oppas. Orameling ha? Birdan qilib bo'lma. Ha, shu acha birdan qilib bo'ldi. Yo'q, hech qisi yo'q, og'riqi pasayib qoldi. Men siz kiyimlaringizni kiying, men maktabga Voy, chiqaman. oppa. Ajam qisi bo'ldi-ku, sizni qo'lingiz. Ha, ma'qul, men deb beray men manasi. Hadi, so'rab bordim. Bu yomg'ir bek yig'ib ketib bordi. Dadam bilan ilg'or ajab kap bulamaydi.
Şunu deme adam özletip. Ya ufkumuzdan mektebdeki faaliyet tügümüdüm o. Apa, bulmuş ben telefon bakayım ya. Vay urdum. Dadamdan telefonu ittik balam. Tok tügüye okşaydı. Vay kenan lan. Oy kanalımız var. Mekre. Şunu deme, cep yardım tamam mı? Bundan ensirep. Namacak yapılamdan. Bulama. Yolda gerçi pek toğlap yaptığımız da apa. Ben apağıma sana. Apı dedim. Dada. Ben toğlamam bala. Sen toğlap gitmegensen? Ya ben toksuzun çapını alıp ki varım tutam. Ya ben şunu da sahip kaldım. Maşallah doğa. Oy, tazı bir yem oldu kaldın la. Şunu deme, cep yardım tamam mı gelen bu? Tutunursak telefonumuzu ittik. Ensirep nişan nimkılarımız bilmey utandım. Abi ben onun size idare tutsan telefon kıldan alamaz mı? Ilgarının paliyeti var ki keçerek kildiginde. Bunu eplik iteyim de pes maşını otal tutsam otanmaydı o. O yerine eplişime, bir yerine eplişime. Onun size idaredeki bir maşının tılını bulduğun şopırıldım. Biraz var mı bilsem hemmisi işten şükür koptu. Şuna amal yok maşını taşlap koyup. Ha, kana kılın. Taksi tutsaydı yol tutsam ya taksi gelmeydi. Mın bir çapat bir taksi tutsam. Onu dikken mektubun aldı saklap tutsam bu çıktı. Şuna eplik ilişim. Maşinimi bugün taz özün köstük de. Şu. Yamğoda. Buptu. Üstüyü çıkıp atacak kimini yengişini lan. Onun sigma telefonumu bana mektubunu aldır kelip kenişikli eşikli maşından taksinin uçunda şey dep tursam ma yançıkımda şu jığılıp kalgan yamğonun suyu palak pulak kıplama yamğon suyu çıkıp kaldı. Emzda ben et bir 13 kileyma. Ya baldı rahmet bulan. Bugün bir koyup itip koydum ço. Ondan keyin ayetiga chiqib optap chiqsa derizini taksi qo'yib qo'yaman. Qurib o'ngishib qolsa o'ngishib qolar bo'lmasa o'ngishtiramiz dedik. Oy, oğuşlamı buptu. Men bir doğru tayak bir kimolarni yengişlep doğru işçi olsam. Voy ya bu to'g'ri ish kerak emas. Yo'q, jukamlab qolmasin Kiyim almashtirib oldik baba. Ma kiyim almashtirib oldik. Di da di. Ni shi wa di. Hocam, vay. Bu kulağına acık yakma. Hello? Kuwashimasu. Ni shi wa de xiao ya xiao bingguan. Bu adam düşen gerek yaklayı. Hello? Help me? Tabii İngiliz kımayım abi. İngiliz sözü kötü. Hello? Gamzan neyim oldu? Bana çıkılma. Bana çıkılma. Çok yakınmağına fıkan. Ay canım. Kızık. La 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 la. La 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 la. La la Dede babamın kırınlar. Bana fıka ben kızık git vardı. Voy biraz pek kızık gitme bala. Men qanaqaman? Doğruna chiqayman, doğru. Voy doğru ta'sir qildi emas bu yomon qizga tutib doktorga gapirildi buni. Menda. Ha kim olmasin bala. Tuniga odam ajab ansirabdi. Yetdimi? Tuniga odam tushangisiz gapdan birmun chiqibdi. Qulqim ding'izib anglab baqsam tushunmay. Ixir yotqan assam yo'l. Tunidan o'kitib bo'la.
Ondan keyin sizlarni chaqirib doktorxonaga olib bordik endi meni. Ha, nima bo'lsa o'g'lim sen. Shu deyman. Devdek uxlayotgan bolam necha vaqt mush ishqilaz ketibsiz Yo, bu bakimlar joylab odamni. Nechuk bilmayotganman ha? Voy sen bilmaysan. Opamdan kech-kechlab seni doktorxonaga saqlab, uxlamay tug'unim sen bilmaysan akam. Ya men rosa bilmayotganman. Adam qizg'anda hisob bo'lib qoladi. Hozir qandaroq? Hozirgi xeyli yaxshi. Sizlar men qarangda tas yaxshi uxlamadinglar. Bo'lmasa kirib aramni olamsizlar. Voy yo'q bolam, men oqshom yeningda bizam turib qo'yib boshqa vaqtda o'rindiqda uxlab oldim. Kecha uxlab chiqdim men, sen uxlagandan keyin. Uxlab oldim. Dada, ko'zingizga qizarib ketibdi. Kompyuter qarab bir narsa o'ygandan keyin bolam, shun qizarib qoldimki, bunisiga havo issiq ba'zan ko'z ochta bo'lib qoladi. Bu siz birdan aram elib olamsiz ya men ma'lum. Yo'q bo'ldi, sizlar aram e'lonlab bo'ldi. Men boshqa. Biroz uxladinglarmi? Ha? Men uxladim. Sen uxladingmi? Men uxladim. Men uxladim. Nechun uxladim? Uf. Assalomu alaykum. Voy, qanday ahvol, yaxshimi? Ha, baba. Ma'qul. Hozir boramdimi? Ajig'ingiz oldimi? Idorani ma'qul. Hozir boray, ma'qul. Ha, ma'qul, ko'rishli ma'qul. Xo'shimiz. Voyjon, yig'in bag'ishmam deyna. Shu idorada bir yig'in bordi, keling deydi-ku. Kecha uxlamagan odam qanday o'tirasiz o yig'inda? Ne, kecha uxlamayman, kecha uxladim-ku, elim yaxshi uxlab ketganman. Bo'lmasa yig'inda endi o'tirolmaydim. Shanba aram yo'q. Endi bizningki bu film ishlashning ishlarini bilasizlar-ku. Shanba, Eid bayram, kech kunduz demaymiz-ku. Hammamiz ko'nak. Unda bo'lsa, sizlar birdan aram elib men idoraga tikilib berib kelay. Ayolimman kelinmanman. Shu bo'lam. Sen birdan uxlab oljima ile, ha? Dorani vaqtida ish. Bo'lamda? Bek mo'yin bo'lmiz ko'rinib qo'yib yenib kelamiz. Voy yo'q. Kecha tuyada Biroq tushib berib kelaymi? Ha? Bol chiqmadi. Uka. Biyorim botam sen. Qandaroq hozir? Yenibdi. Hozirroq. Ma, ustiga chiqib birdan aram ol. Men ham meni suyuq salam bizdan chiqib qo'yib. Tünögün aşı yağmurda qağınыңыз sizge. Yaz zukan bolsa qaymaydı deyip bunu işçiğin. Qaymasın, kesip. Ay çıksı yok. Dapan çıkartışlar? Zaten soğuduğunu kıtladım. Tozam ne buldu? Sen zukan. Tünögün yağmurda kaldırmazsın. Bize bir kan sıkı dorku. Yutuda dikkat kılın. Bakayım. Ilgargın birinden ne yapıyorsun? Sana söyle. Boğanda ışıksam da. Oxştop suyuqsalar, bu nas qilaymi? Şöyle gürüç qilaymi? Böyle bu müzik kaçta bu nasıl kılalım? Ma'qul. Pek iğir emas da. Ya, hoşluk kutum balamaz doğru istemez öyle mi? Sokaççı bir çana diyorum desin. Nima shikoling bo'ldinglar? Voy. Ma'qul, hozir tamoq tutish qilay bo'lam. Tomoq etasiz? Dadanglar zukam bo'lib qopti. Bugunchi suyqash qilib turaydi. Voyjon, apa, yana suyqashma. Tünügüm suyqashayotgan to'g'ri. Voy, amdima dadanglar mijozi yo'q, suyqsalar yo'q, meniki qilmaydi. mushbalni kon tatgan narsa qilib qo'yinglar. Meni o'zimni unutasiz, suqashni dilim tatmayapti. Mushballar nemiz shuni. Acayip yaxshi-da. Shu dadam pek yaxshima. Zat mushaqam musoqash oson deb mumkin bo'ldi. Hey, bolam. Suyqashlamada xebiy yug'urib etadigan nima? Dadanglar mijozi suyqsalar asumiki degan. Yo'q. Men suqashni taziz ko'nglim tatmayapti. Bo'ldi mushballar.
diye nasıl kıpır Ya olmuş. makul kopan kızım. Kaçırdı Makul. tamam çıkalım. Biz içemeyen kaynak suya çıkıp vereyim. Bakın. Boldu bola. Siz yapın bu yardımcısı olun. Abba rahmat cuma. Ismarlamış. Bizden en numara tamam ilk verirsiniz mi? Vay şunda mı? Rahmat, rahmat. Çık ya. Valla sen yap bakmağına mı etken tamam. Eke, Arslan. Taksana eke. Hı? Taksana eke. Bak. Allah yana Muzaffer. Bu Bulğum Eke uçsudu. bana mısın? Duda. Eke. Siz yememsiz. Alam, sizin otamız tutamsın Erhan. Siz de Vay temsil mi sağ bana? ol diyen emmele bu okşaş uçsudum ben çömüştüm. Bismillah hep şey yapıyor Allah. Hey. Ala. Ben bek çıkartıp çok geçtim. Ha, çıksın etken bitti. Hey. Oh Allah, ya Allah. Hatta sen be. Sizler çoğunla buraya çıkamsızlar ya. Ha, çıkamam. Pazar çıkamam kandan. Pazar çıkamsınız? Şu bana diye qarang apa. Şu mening bir ayg'im bor diye qarang. Kiyip 2 oydan eshibdi. Ko'nrab qapti. Shunlashqamda almashtirgan ishlar bo'lsa deyimna. Sen ayağını yıkını dikkat ben doğu ayağını. Yani bunu qilishlar. Bo'ldi demadim. Çıkayın eşitmem konrak gitme bana. Voy shu uzun qarab baqsangiz ko'namiz. Ayağa Ha, endi manga kelsak, mening oyog'imni ko'ndirmidi. Lekin u oyoq xela saqtirdi. Ishqilib putim taloq chiqqanmidi, teshibman. Endi xela baland turdim. Shuning uchun manga olib qo'yamsizlar. Ya bo'ldi, olib qo'ymasanglar bo'ldi-ku deyman. Ya Allah. Sana vaqtın to'shdi balama ishqa ya en uzak qo'sh uçca ya. Alay sizgim alay jigit. Sizgim alay. Sizga ishlahatimiz bu şu alay. Olay deganki unda olsam, men olay. bak. Şadiye'ye otururlar. Ne buldu ablam? Ben kiyi. Kiyir. Şunlar basın etlersin bana bir sıkıntı. Mavi onun sigara yolda mansa uçurgan taş. Kisek hemen tipmadı demez mi? Basa tenerke taygıdım birini koşak otururlar. Vay şu ötken etpegen o ayağını keymey, top oynaganda mı tuttuk ayağını güldülep kiyip çıktırken değil mi bu? Balam bizim ayaklarında. Hayatimiz qo'y shu 2 oyda bir almashyapti dedim bir oyda emas. Saniye. Kanı siz? Neymiş lot kahve kıtıldap? Ha, ayağınızı maylavatkan. Meni ayağımda mı? Ha, Vay can özlem maylaytım ne mi? Cefat Ha, atıpsız. maylayıp dedim. Aras Muzaffer. Ya balık ayak ağın çıktım, sizgim koşak ayaktan bir ağaç gireye. Vay yağ boldu. Ayağım da kıyam bu. Anca yenemezken. Hiç kısı yok. Hiç kısı yok. Biraz özanlığımı birini elanla. Ya mening ayıqım var. Hədіңə sizge bir Ya ağaç gireye. ben yani bir reçken kegini oldu ana. Onun üstüge bu. Şunda rahat yumuşak ayakçı ama o. Yani yan ayaktan birini giysem şu putumla acayip kıstap. Belki kıstıgan ayak külligen hotun degen gep var şu. Birisi karanmış şu ayağını. Yani bizim şu hotunda fakat yengüştüğüm yok benim. Muzaffer. Özanlık çokum birini elanla. Ya buldu. Adına Şadiye gibi bir otarak ayağını birine yapıranla. Şadiyəyə alay maqul. Üç balıq alay meni ayıq. Arslan'a bir top ayağıdan birine yani ayrım yapıranla balmışı bu 2 günde top tutup beyran kılıptık ayağını. Cuma? Əcəb oyaqda uçum deyim bu balığa. Şu. Çay demlep birey mi? Yak boldu. Bize oturay edip çıktım ya bir televizyon görüp. Tizginek nerede? Bayarsın tegidi bağım ki. Ana. Aka, sana da nim bo'ldi? Eshitdimmi? İlgar,
qog'ozli qalamdagilar bular. Men xat yozgan qog'ozni deyapman. To'g'mi? Qalamni qo'shib boshqa. Voy bular. Seninkini yaxshiroq akalar, men bir tilim yey. Uka. Sen eng yaxshi imzolamki. Sening makisling texi to'liq saqipom deya qara. Shunashqa to'liq saqip bo'lgan ekan. Nimni mayli deyman. Men san jiy qiydigan sap birma. Ma'qul. Televizorga Ha, ma'qul. Aka, men qarang. Qog'oz. Dada apa? Voy aka, Başkalar neymiş kaldılar? Dada apa? ish qilmadi? Çıkınlar kaç diye çıktı ona. Ha? To'xtab tur. Dada apa? Men kilolaşıyor bulunlar. Yo'q. Dadamchi. Dadamni bo'ldi. Dada. Elimda vaqirab chiqdi. Bugun var. Oy deyman. Voy siz nima bo'lgansiz endi? Shundaymi? Ha, Manimo. gazet. Gezgan u. Hajan. Ma Arslan bilan ilg'or yozgan asar bor ku. Gerib chiqibdi. Nim deysiz? Gerib chiqibdi. Arslan bilan ilg'or yozgan eser gez chiqibdi. Bu yangi qurbon. Ha? İşemezler. Ha. Olam, ismi o'xshaydigan bo'lganmisan yana? Voy, o'xshash Voy, degan unga xato o'qildi. Chiqqan yozgan nas gezgi chiqibdi deganda aka ko'rpa qaytsin ism familiyasidan tortib o'xshashga. Adresidan tortib o'xshashga. Rostmi chiqsizdi? Muborak olsun. Nima degan bilan mening bolalarimda bular. Ha, shu qanday var emasmi? Shu. Sizga o'qibasizlar. Ha, o'qisin. Aqlim bo'lsa bir xili xo'sh qilyapsiz juma bolam yaqindan o'qina. Imzo o'qib beray. O'qina. O'qi. Nasir. Dadam opam yolg'onchi. Mening dadam kino studiyasida ishlaydi. O'qimamsan? Ekala balam, ekala. Men o'qim. Dadam anam yolg'onchi, Nasir. Arslan Muzaffar, Ilg'or Muzaffar. Mening dadam kino studiyasining ssenaristi. Apam bo'lsa o'qituvchi. Ular biz 3 bolaga kichigimizdan samimiy bo'lish, rostchil bo'lish, boshqalarga yolg'on so'zmaklik to'g'risida doim tarbiya qiladi. Gerçi biz kepsizlik qilib ba'zida dadam apamlarga ancha-muncha yolg'on so'zlab qo'ydigan bo'lsak-mu, lekin dadam apamlarni izchil, samimiy, rostchil, azaldan yolg'on gap qilmaydi deb o'ylaydik. Lekin biz diqqat qilsak, amaliyotda dadam apamlarmi yolg'onchilar ekan. Nima yozding sen? O'qi. Ular bizga yolg'on so'zlamaslik to'g'risida tarbiya qilib turgan bilan o'zlari doim bizga yolg'on so'zlab kelgan ekan. Bir qatim mening maktabimda faoliyat bo'lib keyin qoldim. Dadam meni og'il keldi. U kuni faoliyatda men saboqdoshlarim bilan dadamning telefonida rasmga tushaman deb elib, ehtiyotsizlikdan dadamning telefoni qo'limdan tushib ketib, ekran chiqilib ketdi. Natijada dadam buni uydagilarga telefonim qo'limdan yomg'ir suviga tushib ketdi deb yolg'on aytdi.
Shu kuni dadamning mashinasi buzilib qolib, biz yomg'irda mashina saqladik. Dadam menga o'zining chapinini kiydirib qo'yib, men to'ng'lamadim deb yana yolg'on aytdi. Dadamga sovuq tegib qolgan kuni opam dadamga suiqash etib bermoqchi bo'ldi. Ukam ikkimiz uni uqmay suiqash ichmaymiz dedik. Shuning bilan dadam mening suiqash ishkim yo'q, boshqa tamoq etinglar deb opamga biz amroq tamoqni etkizib berdi. Tamoq vaqtida Tamoq vaqti dadam o'zining chinisi go'shtni akam bilan mening chinimga yeb berdi. Men dadamga siz go'sht yemamsiz desam, dadam apanglar menga bek chiqib sutibdi. Go'shtni sizlar yanglar deb yolg'on so'zladi. Men oxirgi 2 oy bo'lgan ayg'imni kiygim kelmay dadam apamga yangi oyoq yeb berishning g'alabasini qilsam, ular menga yangi oyoq yeb berdi. Men ularga sizlarga Allohga desam, apam dadamlar o'zlariga oyoq olmay bizning uyda yangi kiymagan oyoqlarimiz bor, shuni kiyamiz deb yolg'on so'zladi. Apam oshxonada choy qaynatguncha qo'ldan chaynak chiqib ketib, qo'lni ko'ydirib oldi. Biz yugurib tushib, nima ish bo'lganligini so'rasak, menga aytish olmadi. Xotirjam bo'linglar deb og'riqni yoshirib bizga yolg'on so'zladi. Ukam og'rib qilib, dadam bilan opam kechichi doktorxonaga kirib qaqmay, uning holidan xabar olib chiqdi. Ertasi uyga qaytib kelgandan keyin biz ularga aram elini anlatdik. Lekin ularning uyqusizlikdan ko'zlari qizdirib ketgan bo'lsa-mu, ammo biz kechib uxlab oldik. Yolg'on so'zladi. Yaxshisiz. Zafarkamdak adamga degi vaqirsa xo'sh bo'lsin. Mana. Endi ukamni shu. Voy, Saniya, navadechkingga bu choy qilib qo'yay. Shunday qilay, Qara. Men melchilikni e'lon qildim. Endi bu kun kelganda endi xizmatimiz to'y qilishdan oldin shart to'qapdimi? Qachon tugamış, temir tabaqni kemiz, qalaq ediysi. Şuradan bu adamların bir xil bo'ldi ekan. Bunu sizning xabaringiz bor. Ektarning 8 soat muqim o'tirib ishlaydigan ishlar deganda xo'sh yo'q bunisi. Shu. O'g'il bol degan mashina jigarlik bo'lganmi yaxshi muzafar. Shu emasmi? Aras. Aqsol o'zi nima ish qiladi-ki? Akbarjonning deyishicha oliy maktabni bitirib bir yerda vaqtli ishlab turayotgan o'xshaydi. Nima? Vaqtli? Ha. Vaqtli ishlamdi-ki? Ha. Qanday qilayman da qoz nazorati, qoz vazorat ishlaydi debdimi daqa? Cho'ng'ay qo'tlib urib baqqansiz. Cho'ng'ay do'st tutqandim men. Cho'ng'aygim nechkadim tilfur bo'ldi, cho'ng'aygim bo'lmabdi. Ya bu erkekmisa bu xotin oldiga ish qilmasa putlab juram deymi bu? Nima degan noziqlik qo'zg'aladi deymi? Bu xapimamiz. Ya men xapimay desam o'ylab baqa. Men bu aks olgandan keyin menga demasa sizga demamdi uni. Aka. Ha? Bu dadam akamga sen qulvalning dadi sarayib qolmasa, dad qonti akamga sarayib qolmanda. Ukam, qalamga qilan qilma. Balkim akamni